akalar yaxshi niyat qilib Malibu olishga pul yig'ib qo'ygansizlar. Men esa Malibuning o'rniga boshqa mashina olishinglarni taklif qilaman. Qarshimizda turgan ushbu mashinamiz Deepal SL03 hisoblanadi. Ko'rinishidan S07 ni ko'rinishini beradi. Faralari ham deyarli o'xshash, o'sha qimmat faralar ishlatilgan. LED faralar, ko'rinishi oldida ikkita partronigimiz mavjud. Bu mashinamiz sedan ko'rinishiga ega, lekin liftbek hisoblanadi. 18 diskali 360 kameramiz bor. Mashinamizni eshigida ko'rishingiz mumkin. Romi bo'lmaydi, oynaga 2 qavatli qalin bo'ladi. Elektropaket, o'rindiqlarimizda xotirasi mavjud. Oldi qatorida Abduf Abagreyev bor, besprovodniy zaryadligimiz bor. Mashinamizga o'tirganimizda mana bu ekranimiz bizga qaraydi. Rus tili qilib beriladi. Poli bilan zaryadlik bonus sifatida qo'shib beriladi ushbu mashinaga. Mashinaning orqasi ham anchagina keng ko'rishingiz mumkin. Tepasi polniy panorama tom. Bu mashinamizning orqasida 4 ta partronigimiz mavjud va bagajni ochganimizda ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz sedan emas, liftbek hisoblanadi. Taglarida ham mana bunaqangi narsalar joylashgan. Hech kim mana bularni ko'pchilik olib qo'yadi. Mana shu narsalargacha qo'shib beriladi akalar. Xo'p, mashinamizning yili 25-yil, yangi ko'rishimiz mumkin. Mana 2025-yil 04-oy. Xo'p, mashinamizning orqasi tortadigan 175 kilovatlik 238 ot kuchiga ega bo'lgan elektromotor tortadi. Oldida bagajda kapotimiz ostida esa 1,5 atmosferniy dvigatel joylashgan bo'lib, benzin tanlamaydi. Ushbu mashinamiz shahar rejimida 4 litr, 5 litr aralash siklda yura oladi. Elektrda o'zida yuraman desalarni Yevropa standarti bo'yicha 100 km zapas hodi mavjud. Mashinamiz 100 km/s tezlikka 7-2 sekundda chiqadi. Mana endi o'zingizlar aytinglar. Ushbu mashinani Malibudan qat'iyan zo'r bo'lsa zo'rki, Malibudan kam emas. Endi narxiga kelamiz. Ushbu mashinamizning narxiga Malibuni yangisini ola olmaysizlar. Faqatgina bozordan ikkinchi qo'lini olishingiz mumkin. Bu mashinani arzon qilib sotyapmiz. O'zini narxi ancha qimmat, lekin arzonga berib yuborilyapti. Narxi 21.500. Agar ushbu mashina sizlarga ham qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman. Bemalol menga telefon qilishingiz mumkin.